qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar biz o'zimiz tashlab ketmasligimiz kerak. Ya'ni biz nima qilamiz? Birinchi bo'lib hammadan oldin biz o'zimiz tashlab ketamiz. Keyin yaqinlarimiz "Ke, sen yaxshisan, yo'q, men bu yerda bunaqa xato qilmading, ke" desa, keyin mayli deb sekin qo'limizdan ushlaymiz o'zimiz. Yo'q, o'sha paytda yo ushaveraylik. Ya'ni nega yaqinlarimiz atrofdan "Ke, yaxshisan" deb bizga aytishi kerak? Mana hozir o'zingiz rosa yomon his qilasizda, barbod qilib tashlaysiz, xunuksan, bir nima, keyin ko'chaga chiqasiz, kimdir "Va rosa chiroylisiz-a?" Keyin sekin "Ha, chiroyli ekanman" deyishni boshlaysiz. Nega anaqa? Ya'ni ko'rasizlar, birinchi bo'lib o'zimiz tashlab ketamiz. Boshqalar xiyonat qildi menga, u mani tashlab ketdi. Yo'q, hech kim bizni tashlab ketmayapti, hech kim xiyonat bu biz o'zimizga o'zimiz qilyapmiz. Ya'ni o'zimiz shu qadar tashlab ketamizki, kichkina nima bo'lsa ham bo'ldi. Mana kimdir biz haqimizda, masalan, mana hozirlik shu yoshga kirib shunaqami, shu narsalar yaratding, xolos bo'ldimi, qani muvaffaqiyatlaring desin, bo'ldi, siz o'zingizdan oldin, undan hammadan oldin o'zingiz tashlab ketasiz. Mana ko'rding, sen hech narsaga erishmading, man shunaqasan, sen usan, sen bo'lsan. Nega? Balki sizga kerak emasdir. Ya'ni o'ylab ham ko'rmaymiz. Nega muvaffaqiyat men kerak? Men kerakmi? Biz boshidan fundamentni noto'g'ri qo'ygan bo'lamiz. Fundamentda, ya'ni asl fokusimiz, ya'ni markaz biz o'zimiz bo'lishimiz kerak. Bizda markaz tashqi olam bo'ladi. Markazda o'zimizga qo'yishimiz kerak. Ya'ni fundamentda shunaqa qo'yishimiz kerakki, o'zimizni har qanaqa holatda seva olishimiz, butunlay o'zimiz bilan birlasha olishimiz, faqat o'zimizni asosiy inson deb bilishimiz kerak.